Bu yerda yana bitta narushение ketgan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida 170-modda yozib qo'ygan. Agar siz xodimni Mehnat kodeksi 161 ikkinchi qismi 4-5 bandi bilan mehnat shartnomasini bekor qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni bu bir marta qo'pol buzish. O'sha bir marta qo'pol buzishi nimaligini ro'yxatini o'zingiz ichki lokal hujjatlaringizga kiritib keting. Bunda men kechagi seminarda, onlayn seminarda shunaqa misol keltirdim, shtop hamma esida qolsin deb. Masalan, ishga kech qolish kimlar uchundir vaqt masalasida har xil. Qaysidir tashkilotlarda yarim soat kech qolsa ham hech narsa qilmaydi. Lekin qaysidir joylarda 10 minut kech qolish ham juda bir katta narushение hisoblanadi. Ya'ni masalan deylik metroda 10 minut kech qolish bu keyingi poyezdlarni ham grafikka ta'sir qiladi va bularda imенно bir marta qo'pol buzishga 10 minutga kech qolish kiritish mumkin. Xuddi shunaqa, agar sizni tashkilotingizda nimani qo'pol buzish hisoblasangiz, ro'yxatga kiriting va albatta xodimni tanishtiring bu bilan.